Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana sotuvga 2022-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobilimiz keldi. Mexanika korobka, 40 ming yurgan probeglari, egalaridan bir qo'l mashinamiz holatlari juda ham ideal. Mana motor galobkalar ochilmagan, hamma joyi mitkada. Abezlari bor, yaxshi original pokoleniya gazlar qo'yilgan. Kondisionerlari bor, podogrev sidinalarda. Yumshoq balonlar taqilgan. Mashinamizga mana salonlarni ko'rishlaringiz mumkin. Qirilib, chizilib ketmagan 3D poliklar tashib qo'yilgan, yaxshi chexollarda. Podogrev sidina, monitorlari bor, antiradarlar bor. 906 pultlar qo'yilgan. Probegi 40649 yurgan probegi, halol probegi. Mashinamiz kraskalari top toza, 2022-yil. Hozir gazlarni ko'rsataman. Mashinani juda ham zo'r ekan. Biron joyda qirilgan, chizilgan joylari ham yo'q, o'zida. Yangi gazlar qo'yilgan ko'chalarda. Mashinamizda zapaskalari tushmagan ekan. Hamma joyi butun. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishlari mumkin. Egani o'zi aytibdi, 142 million so'm qilib beraman deydi. 1-2 so'm kami bor. Naqd yo avtokreditga beriladi. Mashinamizda biron joyda mana ko'rib turibsizlar, chaqa-chuqa, miyatina kirib qolgan joylari, hech qanaqa unaqa joylari yo'q. Bufirlari hamma kirib, hamma joyi top toza turibdi. Kelinglar, ko'ringlar, ma'qul kelsa baraka qilib olib ketinglar. Manzilimiz Jizzax shahri. Telefon raqamlarimiz 94 344 81 11 raqamlariga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. 2022 probeg kam yurgan, Gentra qidirib yurgan tanishlarga tashib qo'yamiz. Mashina lekin juda ham zo'r holatda turibdi. Sog' bo'lasizlar, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.